Uchinchi o'yinimiz shartlari oddiy. 10 tonnalik 3 ta yuk mashinasini jamoalar tortishadi va qaysi jamoa oxirgi bo'lib qizil chiziqqa yetib kelsa, o'sha jamoa shovni tark etadi. Tayyor bo'lsanglar demak. Boshladik. Ishtirokchilar o'yinda qolish uchun shunchalik jon-jahdlari bilan kurashdiki, adrenalin darajasi juda ham yuqori edi va bir songa hammasini hal qildi. Keyingi bosqichga chiqqanlarni aniqlash juda ham qiyin bo'ldi. Lekin sizlarni keyingi bosqichga chiqqaninglar bilan tabriklayman. Afsuski hozir bizni 17 kishidan iborat bir jamoa tark etadi va bittasi esa yurishda davom etadi. Va u sizlar! İnşallah nasip qilgan ekan, demaymiz oxirgacha dachi davom etamiz. Sizlar vodiyimizni patnashga qilib tursalar ham bo'ldi, bizga shu yetadi. Jo'rtolar. Hammaga omad tilayman, yutqizgan komandaga ham omad tilayman. Emotsiya vashi bomba bor. Daniel bunaqa holatga necha yillardan beri to'g'risi bunaqa holatga tushgan yo'qdim. Kelganimga afsuslanmayman, bomba bo'lyapti. Reverem shovini keyingi bosqichga ham qatnashga harakat qilaman. Shunaqa xursandman, hozir so'dira olmayapman.